Allah'lık versin. Sakayıp gitsiz kız. Beni talay kişiler tıllavatıdı. İşki yıl olaydı dedim. Talay adamlar tıllavatıdı kızım. Ben şu tıllaşları perva kılmayın. Sizin yokluğul geldim. Makul mu? Gayret kılın ha. Sakayıp gitsiz kızım, makul mu? Tıllanla. Kancılık tıllayızlar yer tıllanla. Mendikime yürek göç boğaçka tillışınla karmay ben keldimuş kızımı yardım kılıma dep geldim. Tıllanla. Gacanla, toxtumay gacanla. Kögensizler, he? Meni gacavatkan adam emaslar tillavatkanlar. Kilipmuş kızımı bir 100 koy berip bekşe. Muş kızımni qutquzishga bir yordam qilib baqay kelib. Men yani chidamay keldim. Men hech kim yordam qilmayman bo'ldi, pandiyat deb to'ygan men tillashladim. Yani chidamay keldim, bo'pti. Yurkim go'shga men chidimdi mush qizimizning mush turqini ko'rib. Az bo'lsinmi? Ha 10 ming qo'y. Ko'nglim. Rahmet bek. Sizlerine bek ne kıptım endi. Belki özümüzün tıkkallarımız olsa mı bunun tıkkımız soğuydu. Ko'nglingiz yerim. Bo'ldi, yig'lamang. Bak kızınızın oldida qaysar bo'ling ha. Ko'z yashini ko'rsatmang. Qizim, siz yaxshi bo'lib ketsiz ma'qulmi? Ha. Dadam qanday qilib puldan qiynalib qolam deb o'ylamay yaxshi davolang ha, ma'qulmi? Biz ba manga o'xshash nurg'un yaxshi oq ko'ngil tog'ashlaringiz bor, ma'qulmi? Ha, ular kelib biz qo'l-qo'lcha sizga yordam qilamiz, saqib ketisiz. Ha, men saqib ketma deb o'ylagan maktabga berib, savodoshlaringiz bilan yaxshi o'qiysiz, o'ynaysiz, ma'qulmi? Tatlı kızım. Saqib ketisiz kızım. Ha, ko'rdinglar qarindoshlar. Ma filmni kuchab taqtib qo'yinglar. Meni manga o'xshash yana boshqa yaxshi niyatli kishilarimizni, korxonchilarimizni, uni buni deb g'ajovatgan shu bir turkum kishilarimiz ko'gish taqtinglar. Yurki bo'lsa, go'shtdan yaralgan bo'lsa, endi to'xtab qola. Agar yurki tosh bo'lsa, davomli bizni g'ajovatsin. Men ko'tirma. Mehrli qo'llaringlar bilan taqtib qo'yinglar. Men asli rost sizga oldin kun dedim-ku shirkatga borganda. Men hech kimga yordam qilmayin bo'ldi devatgan-ku. Lekin men yana o'zim chidamay keldim qarindoshlar. Rasman bo'ldi, to'xtab qolay degan. Ayolimni to'stayman, dadam opamni to'stay, balam nima qilsiz? Hech kimga yaxshichaq bo'lamidingiz, yaxshi bo'lamidingiz degan. Men yana mush qizimning ahvolini ko'rib, chunki men hozir bir dadu bo'ldim adash. Ikkinchi balık dadu bo'lish oldida turibman. Chidimidim. Navad mening balam mushta bo'lib qolgan bo's, men qanday qila o'g'aytim deb chidamay keldim. Shu uzun gapni qisqa qilib, ekran oldidagi do'stlarimiz shu filmga yurak desib, Mastura qizimizning tezroq saqib ketish uchun yurak so'zlaringlarni, madad so'zlaringlarni yozib qo'yinglar. Uningdan boshqa biz hech qanday ortiq bir narsa talab qilmaymiz. Hammanglarga rahmat qarindoshlar.